MMA trenerlariga, boks trenerlariga, kurash trenerlariga, xullas kalom, yakka kurash bo'yicha istalgan ustozlarga bitta murojaatim bor. Ruhiy, tarbiyaviy elementlarni trenovkaga imkon boricha qo'shinglar. Katta ehtimol meni yaxshi bilasizlar trenovkaga qanday o'tishni. Men sportsmen emasman, professional sportsmen emasman, lekin ko'chada ko'rayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan narsam nimadan iborat? Yosh bolalar buqa bo'lib qolgan. Ya'ni buqa nima degani? Jismoniy kuch bilan любой ish hal qila olaman. Menga hech kim hech narsa qila olmaydi. Men derski yurib, xohlasam qo'pollik qilaman, xohlasam o'zimdan kuchsizlanib uraman degan panyatkasi bor-da. Endi ular yosh, kallasi ishlamaydi ba'zilarini. Va u insonlar boshqalar uchun ham xavfli. Ya'ni kimdir mayb qilib qo'yishi mumkin. O'zi uchun ham xavfli va buni ma'qullaydigan ba'zi ustozlarni ko'rdim men. Tam, davay tuda-suda qilib o'rgatadigan ustozlarni ko'rdim. Ya'ni duq tiqib, xuddi go'yoki jismoniy kuch dunyoda hamma narsani hal qiladigan. Unaqa emas. Bu narsani juda yaxshi bilasizlar. Shuning uchun tarbiyaviy momentlarni ham olib boringlar. To'g'ri, sen kuchlisan, lekin katta kuch bu katta mas'uliyat. Odamlar bilan sal xushmuomalaroq bo'lgan, ko'chada buqa bo'lib, qovoq solib, qo'pol bo'lib yurishdan hech qanaqa foyda yo'q. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, meni rivojlantiringlar. Hammaga rahmat.